kiyikman, kiyikni urg'ochisiman, o'rmonda yolg'izman, yelkozimman. Voy, menga qara, qayoqqa ketyapsan? Bunday vaziyatda qo'rqni o'chirmasdan burnini har yerga suqaveradi itlarni nima deb atadim? Itlar, vaziyatni bilib kelaman. Qizlaridan anglash mumkinki, u baxt va dahshatli yovuz bola hobo bo'lsa kerak. Meni yaxshi. U afsona bo'lsa kerak. Afsona tirik ekan. Aman, keragida bau paydo bo'ldi. Kim qutqaradi? Albatta men. Kelding. Oh, Elliot. Shuncha mardikni qayerdan olding? Oboni yetishi mumkin. 3 marta qaytarchi. Yovuz bo'ri, hobo. Bo'ri yovuz, hobo. Yovuz bo'ri. Aytolmayapman. Senga yetishimga ancha bor. Xafa bo'lma, Max Frizi. O'zim uddalayman. Dahshat bo'ri raqs tilida so'zlasha oladi. Men ham bu borada ustasi qarayman. Elliot, iltimos ehtiyot bo'l. Axir juda xavfli. Meni xavf janoblar deyishadi axir. Jim turganda uyimizni qanday himoya qilishimni kuzat. Mana u mardlar mardi, jasur kiyik. Tengi qahramon. U olamni safsadani bas qilgan emas qo'rqoq. Hammani laqillatishini bas. Nega ertaga oq-qora yesini yegan shoxidan ayrilgan ahmoq? Ishonarli chiqishi uchun Faqat tuzatmaydigan haqiqiy tentaklargina seni vahimali bo'ri haqidagi ertagingga ishonadi. Umuman olganda, uni hikoyasi juda ishonarli. rahmat Buk. Sen haqiqiy